Muhammed Emin Buğra'nın hayatı. Muhammed Emin Buğra 1901 yılı Şarkı Türkistan'ın Xotan şehrida dunyoga kelgan. Dadisi Xotan'ın oldingi qatordagi diniy olimlardan hisoblanadigan bir obidin. Onasi 1860 yillarda Xotan va atrofidagi rayonlarda hukm surgan Xotan xonligining qurg'uvchisi Abdurahmon Pashaning chevrisi Sakina Banudur. Muhammed Emin Buğra'nın nasabi Xotan'daki meşhur cho'ng jamat Hakim Shah Axunumga, uningdan Xotan amiri Abdurahmon Pashaga tutishdi. Muhammed Emin dadisidan kichik yoshida yetim qoladi. Onasi Sakina Banu Muhammed Emin Buğra'ni va boshqa 3 o'g'il, bir qiz qarindishini nihoyat qiyin iqtisodiy sharoit ostida o'qitdi. Muhammed Emin Buğra dastlabki tarbiyasini Xotan shahrida tamomlaydi. Ammo onasi vafot bo'lgandan keyin diniy olim va tevib tog'isi Muhammad Niyaz Hojimning himoyasida o'qishni davomlashtirdi. Keyin shu davrning yuqori darajalik bilim yurtlaridan biri bo'lgan Qarqash O'ybog' madrasasida diniy tarbiya ko'rdi. Muhammad Emin Buğra 22 yoshida diniy maktabni tugatib, arabcha va farscha tillarda yetishib chiqadi. U kichigidan boshlab she'r yozgan. Bo'libmi, u arabcha va farscha she'rlarni yozish bilan dong chiqargan. Muhammad Emin Buğra Xotan madrasasida o'qishni tamomlagandan keyin 1922 yili Qarqash O'ybog' madrasasida mudarrislik qilishga boshlaydi. 1929 yili Amina Buğra bilan to'y qiladi. Muhammad Emin Buğra'ning onasi Sakina Banu bilan Amina Buğra'ning dadisi Ali Axunum bir tuqqan bo'lib, ular bir nevri tuqqanlar hisoblanadi. Muhammad Emin Buğra taki 1930 yilgacha mudarrislik xizmatini davomlashtirdi. Ilmiy va xitobat qobiliyatining yuqorligidan xalq ichida tez suratda shuhrat topadi hamda Hazratim degan unvon bilan tonilishga boshlaydi. Muhammad Emin Buğra 1930 yili Sharq Turkistonni aylanib ahvol egilash uchun Kucha, Ko'rla, Qorashahar, Turpan, Urumchi, Cho'chak, Ili va Oqsu qatorliq joylarda 6 oy tekshirishlar bo'ladi. Bu jarayonda jamiyatning har qatlamidagi insonlar bilan tanishadi va ular bilan fikr almashtiradi. Shundaqla Sharq Turkistondagi Xitoy hukumatı bo'libmi askari kuch haqida ma'lumot egilaydi hamda G'oljida turayotgan Sabit Domillan bilan tanishadi. Bu uchrashish uning hayotida davr bo'lgich rol o'ynaydi. Bu ikki zot bir qancha kun suhbatlashib, oxirida tinch yo'l bilan hokimiyatni og'dirib, zulmdan qutulish mumkin emas, butun Sharq Turkiston miqyosida qurolliq inqilob qilishdan boshqa chora yo'q. Rayon xarakterlik harbiy tashkilotning qurilishi to'liq zarur, ammo qo'zg'olonning boshlanish nuqtasi Xotan bo'lishi lozim degan qarorga kelishdi. Bu uchrashishdan keyin Sabit Domillan ahvol egilash uchun O'rta Osiyo orqali Turkiya, Misr, Arabiston va Hindiston qatorliq davlatlarga qarab yo'lga chiqdi. Muhammad Emin Buğra plan bo'yicha Xotanga qaytib 1931 yili Milliy inqilob tashkilotini qurdi. Tashkilotning birinchi qitimliq a'zolari Muhammad Emin Buğra, Muhammad Niyaz Axunum va Tursun Muhammad Axulloh edi. Bu tashkilot a'zo to'plash va maxfiy ravishda ahvol egilash bilan bosqichli holda rivojlanadi. Tashkilot qo'zg'olonining hozirligi bilan butun Sharq Turkistondagi umumiy vaziyat, xorij tarafning harbiy va boshqa ahvollarni egilash asosida harakat plani tuzdi. 1933 yili 2 oyning 13 kuni Muhammad Emin Buğra boshchiligidagi Xotan inqilobchilari Qarqashga rasmiy hujum boshlaydi va Qarqashni ozod qiladi. Bir oyga yaqin vaqt ichida Xotanning hamma yerini Xitoy bosqinchilaridan tortib oladi. Uning boshchiligida 1933 yili Xotanda islom hukumati quriladi. U hukumat tarafidan armiyaning bosh qo'mondonligiga tayinlanib, Amir Hazrat deb ataladi. Xotan islom hukumatining askarlari Muhammad Emin Buğra'ning qo'mondonligida g'albisini ilgirlab Qashqarning darvozasiga kelgan bo'lsa-mu, ammo ayni chog'dagi murakkab vaziyat Uyg'ur qo'shinlari orasidagi ittifoqsizlik
ichki va tashqi vaziyatdagi foydasiz omillar Xotan inqilobiga g'oyat zo'r salbiy ta'sir ko'rsatdi. Gerçi Muhammed Emin Bug'ra bu inqilob jarayonida xalq ichida Shah Mansur, Amir Abdullah va Amir Sohib Nur Ahmad degan nomlar bilan mashhur bo'lgan ikki inisi va minglagan Uyg'ur yoshlarini qurbon bergan bo'lsa-mu, ammo inqilob oxirgi hisobda yanada mag'lubiyat bilan oxirlashdi. Xotan inqilobi mag'lub bo'lgandan keyin 1934-yil 7-oyning 27-kuni Muhammed Emin Bug'ra Hindistonga hijrat qilib, bir mazgil fursat kutish qaroriga keladi va shu kuni yo'lga chiqib, 8-oyning 12-kuni Ladakha yetib boradi. U Hindistonda Kashmir, Bombay, Dehli qatorliq yerlarga boradi, ammo u yerlarda turishga ko'zi yetmay, 9-oyning 2-kuni Afg'oniston hukumatining ruxsati bilan Kabulga kelib yerlashadi. Kabuldagi chaqlarda Turkiyaning Kabuldagi bosh elchisi Mamduh Shavkat Asandal apandi bilan nihoyat qo'yiq munosabatda bo'ladi. Hatto oilaviy do'stlik o'rnatadi. Muhammad Rizo Bekin o'zining Mamduh Shavkat Asandal o'limining 50-yilida nomli maqolasida bu nuqtani quvvatlab, Muhammad Emin Bug'ra Kabulga kelmayla, uning bilan xuddi ko'ni tanishlardek yaqin do'stlardan bo'lib ketdi deb yozadi. Bu do'stlik yolg'iz ularning o'ttirisidagi oddiy bir do'stlik bo'lib qolmasdan, balki butun oilalargacha tutashgan nihoyat cho'nqur, samimiy do'stlik edi. Shunga ular Kabuldagi vaqtda Asandal oilasidan faqat turk tili o'rganib qolmasdan, balki turk madaniyati va turkchilik ideyasining ta'sirini qabul qiladi. Muhammad Emin Bug'ra Kabuldagi vaqtda Muhammad Rizo Bekin qatorliq 9 bolaning Turkiyaga kelib o'qishi uchun bevosita yordamda bo'ladi. Muhammad Rizo Bekin ana shu Turkiyaga kelib o'qigan o'quvchilarning biri edi. Muhammad Emin Bug'ra Kabulda turgan mezgilda faqat Kabuldagi Turkiya elchixonasi bilan qo'yiq munosabatda bo'lib qolmay, yana Yaponiyaning Kabuldagi elchixonasi bilanmi qo'yiq munosabatda bo'ladi. Yaponiyaning tashqi ishlar ministrligining arxivxonasida saqlanayotgan Şinjanı yenidən islah qilish plani nomli materiallarga asoslanganda Muhammad Emin Bug'ra toki Kabuldan Hindistonga ketkichi bo'lgan orliqda Yaponiyaning Kabuldagi bosh konsuli Kitada apandi va boshqa yaponiyaliklar bilan nihoyat qo'yiq munosabatda bo'lgan. Hatto Yaponiya hukumatidan harbiy yordam talab qilgan bo'lib, navoda Yaponiya armiyasi Sharq Turkiston chegarasiga yetib kelsa, Sharq Turkiston hukumatining Yaponiya hukumati bilan bo'ladigan do'stlik munosabatlari haqidagi plan va'dalarini bildirgan. Shunga Yaponiya elchisi Tokioga yo'llagan Muhammad Emin Bug'ra haqidagi materiallarda uningga nihoyat yuqori baholarni bergan. Kitada apandi Muhammad Emin Bug'ra haqida mundaq deb yozdi. Muhammad Emin Bug'ra Yevropa tillarini bilmaydi, lekin Fors va turk tillarini biladi. U bilimlik, mustahkam irodalik, vatanini suyadigan bir zotdir. U Sovet ittifoqining Muhammad Emin Bug'ra to'g'risida tarqatgan Muhammad Emin Bug'ra Angliya hukumatining qo'rchiqidir degan tashviqotini rad qilib, yana mundaq deb yozdi. U Angliya hukumati hazar aylayotgan haqiqiy millatchidir. U nihoyat astoydil, vatani va millati uchun g'am yeyotgan ishonchlik zotdir. Muhammad Emin Bug'ra Yaponiya hukumati bilan bo'lgan yaqin munosabatini ifodalash uchun u o'zining o'g'li sifatida bir Uyg'ur yoshni Yaponiya elchixonasiga yaponcha o'rganishga yevatdi. 1939-yili Isa Yusuf Aliptekin Nanjing hukumatining islom allarini ziyorat qiladigan bir umikini boshlab Kabulga keladi va Muhammad Emin Bug'ra bilan ko'rishdi. Ular bir qancha kunlik suhbat jarayonida Nanjing hukumati bilan kelishim tuzib, yurtga qaytish va u yerda harakat qilish qaroriga keladi. Muhammad Emin Bug'ra Isa Yusuf Aliptekinning vasitasi bilan Jiang Jishi va boshqa bir qancha Gomindang hukumatining amaldorlariga xat yozdi. Jiang Jishining tasdiqiyati kelgandan keyin Muhammad Emin Bug'ra bola-chaqa va boshqa qarindoshlarini elib 7 yil yashagan Kabuldan ayrilib 1942-yili 3-oyning 23-kuni Peshawarga keladi. Biroq Gomindang hukumatining Hindistonning Kalkuttada turishliq bosh elchisi Muhammad Emin Bug'raning Hindistonda o'zlariga qarshi harakatlarda bo'lishdan ansirab, Udul Nanjingga berish tashabbusida bo'ladi.
Muhammed Emin Bug'ra bu talabni rad qilgandan keyin Gomindang elchisi Hindiston hukumati orqali Muhammed Emin Bug'raga tahdid silib, Hindistondan ketishga majbur qiladi. Muhammed Emin Bug'ra iqtisodiy qiyinchiliklar sababidan boshqa yerlarga ketishga imkon bo'lmaydi. Shuningdan keyin Muhammed Emin Bug'ra Peshovarda Hindiston maxfiy soqchilari tomonidan qo'lga olinadi. Muhammed Emin Bug'ra siyosiy hayotim nomli aslimasida 5-oyning 2-chi kuni meni Peshovar markaziy turmaga qamadi. Rawalpindida oilamga qarayotgan bir navra tuqqanim Abdulkarim Hajimnimo meni qamgan turmaga elib qamadi deb yozdi. Muhammed Emin Bug'ra bilan Abdulkarim Hajim tutilgandan keyin Amina Bug'ra ko'p riyozat chekadi. Iqtisodiy jihatdan bek qiynaladi. Shundaqdimi Amina Bug'ra bel qo'yatmay Muhammed Emin Bug'rani qutuldirish uchun qo'lidan keladigan barliq tirishchanliklarni ko'rsatdi. Amina Bug'ra Angliya boshqarishidagi Hindiston hukumatiga xat yozib, erini qutqizib olishni talab qilgandan sirt Isa Alibtekin va Jang Jishiga xat yozdi. Oxiri Jang Jishi Hindistonda turishliq bosh elchisiga bevosita buyruq berdi. Bosh elchi Hindiston hukumatiga kapolat berish bilan Muhammed Emin Bug'ra erkinlikka erishdi. Muhammed Emin Bug'ra siyosiy hayotim nomli maqolasida oxiri ayolim Jang Jishiga, Isa Bekga va boshqa hukumat amaldorlariga murojaat yozdi. Natijada Marshal Jang Jishining buyrug'i bilan bosh konsulning kapolat berishi natijasida 1943-yili 1-oyning 8-chi kuni meni qamoqdan chiqardi deb yozdi. Gerçi Muhammed Emin Bug'ra turmadan qo'yib etilgan bo'lsa-mu, ammo Hindiston hukumati uni oila bo'yicha Hindistondan ayrilishga qistaydi. 2 haftadan keyin Hindiston maxfiy soqchilari Muhammed Emin Bug'rani oilasi bilan qo'shib, majburiy holda Kalkuttadagi Gomindang bosh konsuliga topshirib berdi. Shuning bilan u oilasi bilan birlikda 1943-yili 4-oyning 4-chi kuni Kalkuttadan ayrilib, shu kuni kechda Chongqingga salomat yetib bordi. Muhammed Emin Bug'rani Chongqingdagi Sharq Turkistonlik yurtdoshlar, Gomindang harbiy arkanlari, xalq va partiya tashkilotlari, Tashqi ishlar ministrligi, Xitoy musulmon uyushmasi va boshqa idora jamiyatlarning vakillari bo'lib, 40-50 kishi qizg'in ehtirom bilan qarshi oladi. Muhammed Emin Bug'ra Chongqingdagi vaqtda Mas'ud Sabri, Isa Yusuf Alibtekin va Po'lat Qodir apandilar bilan birlikda yurtdoshlar jamiyatini qurib chiqadi va Xitoylarga Sharq Turkistonning ahvolini tonishtirish uchun barliq chora amallarni ishga soladi. 1944-yili 10-oyning 13-chi kuni hukumat tomonidan Daguangbog'da nashr qilingan Xinjiang emas, Sharq Turkiston va Sharq Turkiston xalqi Turktur sarlavhilik maqolalari Xitoy ziyolilari ichida zo'r g'ulg'uli paydo qiladi. U ibbogan tashviqotlar natijasida bir qism Xitoy ziyolilari ichida Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil bo'lish hissiyoti paydo bo'ladi. U Gomindang hukumatining asos qonunini tuzib chiqish hayitiga Sharq Turkiston masalasi haqida bir taklif loyihasi sunadi. U taklif loyihasida Xinjiang degan nomning Sharq Turkiston degan nomga o'zgartirilishi va Turkiston xalqining Türk ekanligini asos qonunga kirgizishni talab qiladi. 1945-yili 8-oyda Nilqida inqilob portlaydi va nihoyat tez surat bilan G'oljini egilaydi. Bu ahvol Gomindang hukumatini suhbat ustiliga o'ltirishga majbur qiladi. Buning bilan Muhammed Emin Bug'ralarning zarqib kutayotgan yurtiga qaytish orzusining amalga oshishiga yeshil chiroq yoqiladi. Muhammed Emin Bug'ra 1945-yili 10-oyning 17-chi kuni aeroplan bilan Urumchiga yetib keladi. 1946-yili Urumchida ili taraf bilan Gomindang o'rtasida 11 moddalik tinchlik bitim imzolanib, o'lkalik birlashma hukumat quriladi. Birlashma hukumatda Muhammed Emin Bug'ra ta'mirat nazoratining noziri bo'ladi. U bu jarayonda yana Erk gazetining bosh muharriri, Uyg'ur uyushmasining hay'at a'zosi, Urumchi Darul muallimining faxri professori bo'ladi. 1947-yili 1-oyning 14-chi kuni Ahmadjon Qosimi boshliq Gomindang milliy qurultayiga qatnashgan vakillar Nanjingdan Urumchiga qaytib keladi.
Vakillar Urumchiga qaytib kelgan mezgillarda Urumchining vaziyati tinch emas edi. Qurilganiga uzoq bo'lmagan birlashma hukumat nihoyat qiyin ahvolda edi. 5-oyda Mas'ud apandining o'lkalik hukumatga rais bo'lishi bilan birlashma hukumat butunlay parchalanib ketdi. Sharq Turkiston hukumati vakillari ilig'i qaytadi. 1947-yili 9-oyning 20-kuni Muhammad Amin Bug'ra xizmat munosabati bilan Nanjingga boradi. U Nanjingda 6 oydak turib, 1948-yili 3-oyning 22-kuni Urumchiga qaytib keladi. Shu yili 12-oyning 29-kuni o'lkalik hukumatning muavin raisligiga tayinlanadi. Urumchida 1948-yildan boshlab Muhammad Amin Bug'ra, Mas'ud Sabri va İsa Yusuf Aliptekin qatorliq 3 apandilar boshchiligidagi milliy inqilobchilarning faoliyatlari bir mezgil nihoyatda jonlanadi. Ular Oltoy majmuasi va Arik geziti qatorliq axborot vositalari bilan milliy mustaqillik kurashini davomlashtirdi. Bu yo'lda bir tarafdan axborot vositalaridan aktiv foydalansa, yana bir tarafdan xalqni tashkillab, ularning ideyasini uyg'otish faoliyatlari bilan mashg'ul bo'ldi. 1949-yili 1-oyning 10-kuni Mas'ud apandining o'rniga Burhan apandi rais bo'ldi. Bu mezgilda Sovet ittifoqining yordamiga erishayotgan Mavchilar Gomindang armiyasini mag'lub qilib, Saddichinning g'arbiy darvozasiga kelib qolgan edi. Vaziyatda yana qattiq o'zgarishlarning bo'ladiganligi hech kimga aniq emas edi. Oy o'tkicha ishlar 3 apandini markaz qilgan millat suyar inqilobchilarga foydasiz bo'lgan ahvolga qarab kelyapti. Ularning oldida yana bir qitim hijrat qilishdan boshqa yo'l qolmagan edi. Muhammad Amin Bug'ra o'zining "Mening siyosiy hayotim" nomli aslimasining oxirida mundaq deb yozdi. 1949-yili 9-oyning 18-kuni Urumchidan oilam va menga agashganlar bilan yo'lga chiqdim. İsa apandi eng oxirda qolganlar bilan yo'lga chiqib, 9-oyning 20-kuni kechasi Bugurda menga yetishdi. Hammamiz 80 ga yaqin kishi edik. Yo'lda muhim bir hodisaga uchirmay 9-oyning 28-kuni Qashqarga yetib keldik. Muhammad Amin Bug'ra 1949-yili 11-oyning 12-kuni qaytadan chet el safariga otlanadi. Hindistonga hijrat qilib chiqqandan keyin vatandan billa chiqqan qarindoshlarining turmush ishlarini o'rlashtirish uchun nurg'unlagan davlatlar bilan diplomatik munosabat olib boradi. Bu maqsadda Hindiston bosh ministri bilan ko'rishdi. Yana boshqa ko'plagan xalqaro jamiyat bilan munosabat o'rnatdi. Muhammad Amin Bug'ra 1951-yili 12-oyning 22-kuni Turkiyaga kelib o'rlashdi. Shu qatorda Hindiston va Pokistonda kutib turgan 1850 nafar Sharq Turkistonlik muhojir Turkiyaga kelib o'rlashdi. 1953-yili Turkiyada Turkiston nomli turkcha jurnal chiqarib, Sharq Turkistonning ahvolini turk xalqiga yetkazishga boshlaydi. 1955-yili Turkiya Cumhuriyati nüfusga o'tdi va Anqaraga o'rlashdi. Turkiyaga o'rlashgandan keyin yana mustaqillik ko'rishini uzluksiz davomlashtirib, necha qitim Turkiyadagi ommaviy tashkilotlar bilan ko'rishdi. Sharq Turkistonning ahvolini ularga tushuntirdi. 1954-yili Sharq Turkiston qurultiyiga qatnashish uchun Arabistonning Taif shahriga bordi. Yig'inda elib berilgan muzokaralar natijasida Tayvandagi Gomindang hukumati bilan munosabat o'rnatish qaror qilindi. Bu qarorga asosan Muhammad Amin Bug'ra bilan İsa Yusuf Aliptekin Gomindang hukumati bilan ko'rishdi. Lekin Gomindang hukumatining mustaqil Sharq Turkiston masalasiga ijobiy fikrda bo'lmasligi sababidan muzokara natijasiz oxirlashdi. Shu yili Iordaniyada ochilgan Quddus islom yig'iniga qatnashdi. Bu yig'inda Sharq Turkiston masalasini Arab islom dunyosiga tanishtirdi. Uningdan keyin Qoiraga berib, yana ba'zi diplomatik ziyoratlarda bo'ldi. 1958-yili Karachida ochilgan Muhammad Iqbolni xotirlash yig'iniga qatnashib, yig'inga qatnashuvchilarga Iqbol va Sharq Turkiston nomli leksiyasini sunadi. Uningdan boshqa Pokistonning o'xshash bo'lmagan shaharlarda
Sharq Turkiston masalasi haqida nutq so'zlaydi va diplomatik ziyoratlarda bo'ladi. 1960-yili Yangi Dehlida ochilgan xalqaro mustamlikachilarga qarshi turish Osiyo Afrika xalqlari qurultiyiga qatnashib, yana Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun diplomatik tashabbuslarda bo'ladi. Shu yili Hindistonda turayotgan Tibetlarning rahbari Dalay Lama bilan Tibet va Sharq Turkiston haqida muzokara olib bordi. 1965-yili 6-oyning 14-kuni Anqarada vafot bo'lganga qadar milliy kurashni 1 minutni to'xtatib qo'ymaydi. Muhammad Amin Bug'ra madrasada mudarrislik qilgan yillardan boshlab Sharq Turkistonda yangidan biq urib rivojlanayotgan yangilikchi ulamolarning fikrlariga aktiv ovoz qo'shdi. Turkiya va O'rta Osiyodagi siyosiy va ilmiy vaziyatdan davomli xabardor bo'lib turadi. Diniy ilmlardan boshqa tarix va adabiyot sohasida o'zini atrofli holda yetildirgan Bug'ra bu temalarda muhim asarlarni yozdi. Bo'libmi Kabulda turayotgan yillarda Sharq Turkiston tarixi haqida muhim tadqiqot olib bordi. Uning eng chong asari Sharq Turkiston tarixi mana shu davrda qalamga ilinadi. Turkcha, farscha va arabcha yozgan ba'zi she'rlardan tarkib topgan Vatan qayg'usi nomli asari uning til va adabiyot sohasidagi ilmiy qobiliyatini bizga ochiq namoyon qilib berdi. Muhammad Amin Bug'raning vatan uchun qilgan ish izlarini nihoyatda hurmat va ehtirom bilan yod etamiz. Makonining jannat bo'lishini ulug' Allohdan tilaymiz.